Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birgalikda Amerikaning eng sirli va eng katta ta'sir kuchiga ega tashkilotlardan biri Markaziy razvedka boshqarmasi, ya'ni CIAning tarixiy ildizlari haqida gaplashamiz. CIA qanday paydo bo'ldi? Uning asosida qanday tarixiy model yotadi? Va eng muhimi, u qanday qilib demokratik bir jamiyatda faoliyat yurita boshladi? Bir 1947-yilgacha Amerikada bugungi CIAga o'xshash barqaror razvedka tizimi yo'q edi. Lekin bu urushlar davrida umuman razvedka bo'lmagan degani emas. Birinchi jahon urushi davrida prezident Woodrow Wilson tashabbusi bilan davlat departamenti tasarrufida maxfiy ravishda U1, ya'ni U1 deb nomlangan markaziy istixborot bo'linmasi tashkil etiladi. Bu bo'linma signal va kod yechish, diplomatik ma'lumotlarni yig'ish va boshqa tashkilotlar bilan muvofiqlashtirish vazifasini bajarardi. Ularning asosiy yutuqlari Zimmerman telegrammasining fosh qilinishi va Sovet ittifoqi haqida dastlabki razvedka hisoblanadi. Ammo bu tizim to'liq mustaqil emas edi. U AQSh davlat departamentiga bog'liq holda ishlar va faqat diplomatik ehtiyojlarga xizmat qilardi. Aynan mana shu sababli U1 uzoq yashamadi, lekin u CIAga asos bo'lib xizmat qilgan ilk fuqaroviy razvedka modelidir. Hammamizga ma'lum va mash'um Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan razvedkaga bo'lgan ehtiyoj keskin ortdi. 1942-yilda prezident Ruzvelt tomonidan OSS strategik xizmatlar byurosi tashkil etildi. Uning rahbari bo'lgan William Donovan harbiy, siyosiy va sabotaj operatsiyalarini birlashtirgan markaziy tizim yaratdi. OSS nafaqat razvedka ma'lumotlarini yig'di, balki xorijiy mamlakatlarda siyosiy aralashuvlar, psixologik urush va hatto diversiya amaliyotlarini olib bordi. Bular qatoriga Marokash va Jazoirga yetib borish uchun qo'llanilgan Torch operatsiyasi, Germaniyaga qarshi RIP va natsistlarga qarshi psixologik axborot urushlarini yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Bularning barchasi hozirgi CIA uchun tayyorlangan model edi. Ushbu tizim Angliyaning Mi-6 tajribasidan ilhomlangan. Ammo bu yerda muhim jihat shuki, razvedka an'anaviy ravishda faqat axborot emas, balki strategik vosita sifatida ishlatila boshlandi. CIA mustaqil razvedka agentligi bo'lsa-da, demokratik tizim ichida faoliyat yuritadi. Bu juda nozik masala. Mashhur olim Jeffrey Jones ta'kidlaganidek, CIAning faoliyati prezident, kongress va jamoatchilik orasidagi murakkab muvozanatga tayanadi. Agar prezident istixborotga ishonmasa, CIA zaiflashadi. Agar kongress nazorati bo'shasa, agentlik haddan oshadi. CIA to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadi, biroq demokratik tizimda bir qator institutlar uning faoliyatini nazorat qiladi. Har bir muhim operatsiya, ayniqsa covert action, prezident tomonidan imzolanadi. CIA direktorini prezident tayinlaydi, senat esa tasdiqlaydi. Senat va vakillar palatasi, razvedka qo'mitalari CIA faoliyatini nazorat qilishadi. Maxfiy byudjetlar, operatsiyalar bo'yicha yopiq eshituvlar o'tkaziladi. 1970-yillarda bo'lib o'tgan Church Commission surishtiruvlari shuni ko'rsatadiki, CIA ayrim davrlarda ichki faoliyat olib borgan, hatto AQSh fuqarolarini kuzatgan. Bu esa uning demokratik legitimligini so'roq ostiga qo'ygan. Keyinchalik bu voqea 2011-yil Edward Snowden mojarosi bilan ham takrorlandi. CIA ichida mustaqil audit va ichki tekshiruv bo'limi mavjud. Qonunbuzarliklar, suiiste'molliklar aniqlansa, prezident va kongressga ushbu mustaqil audit hisobot beradi. CIAning maxfiy tabiatini hisobga olsak, uning faoliyatini to'liq ochiqlik bilan nazorat qilish imkonsiz.
Ko'p hollarda Kongress a'zolari CIA nima qilayotganini juda kech biladi. Bunday hollarda esa National Security degan tamg'a bilan ish va axborot yopiladi. CIA faoliyatida noqonuniy xatti-harakatlar, masalan, xorijda noqonuniy ushlashlar, qiynoq dasturlari ko'pincha sud tizimi orqali emas, siyosiy yo'llar bilan tartibga solinadi. Ko'plab tarixiy holatlar shuni ko'rsatadiki, CIA ba'zida prezident ruxsatisiz yoki noto'g'ri axborot bilan siyosiy qarorlarni shakllantirgan. Bunga yaqqol misol sifatida 1961-yildagi Kuba bilan bog'liq Bay of Pigs dasturi, MK Ultra tajribalari, 1980-yillarda Iran Contra deb nomlangan mojaro va 2003-yildagi Iroqdagi ommaviy qirg'in qurollari bahonasidagi siyosiy bosqinlarni misol qilish mumkin. CIA demokratik tizim ichida mavjud bo'lsa-da, u doim konstitutsiyadan tashqaridagi davlat sifatida tanqid qilingan. Sababi u saylov bilan emas, tayinlov orqali boshqariladi. Xalq nazorat qila olmaydi. CIAning maxfiyligi ba'zan demokratiya uchun juda katta xavf. Buni bir nechta siyosiy misollar bilangina ko'rib chiqish mumkin. 1972-yildagi Watergate voqeasida prezident Richard Nixon CIAdan FBR surishtiruvini to'xtatishni so'ragan. Bu vakolat doirasidan chiqqan siyosiy bosim edi. Bush davrida esa Patriot Act orqali CIAga haddan tashqari keng vakolatlar berildi. Sud ruxsatisiz kuzatuvlar, maxfiy hibsga olishlar qonuniylashtirildi. Obama davridagi dron hujumlari esa juda katta muammo yuzaga keltirdi. CIA dronlar bilan xorijda maqsadli qotilliklar qildi. Eng qizig'i, sud qarorisiz ko'plab tinch fuqarolar o'ldirilgan, ammo jamoatchilik aniq statistikani hali ham bilmaydi. Trump davrida CIA va Oq uy o'rtasida ishonch inqirozi yuzaga keldi. Maxfiy axborotlar siyosiy vositaga aylandi. 2025-yilga kelib esa Trump CIAning tarqatib yuborish bilan tahdid qildi. Bu esa AQSh milliy xavfsizligining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatdir. Demokratiyada yashirin kuch bo'lishi mumkinmi? Ha, lekin bu kuch oshkoralik va hisobdorlikdan mahrum bo'lsa, demokratiya o'z ma'nosini yo'qotadi. CIAning kuchi zarur dushmanning niyatini oldindan bilish, tahdidni aniqlash uchun ishlatilinishi zarur. Ammo bu kuch demokratiyani himoya qilyaptimi yoki uni ichkaridan yemiryaptimi? Bu savol hamon ochiq turibdi. Har bir demokratik jamiyat o'z kuchini nazorat qila olmasa, kuch o'zi demokratiyani nazorat qila boshlaydi.